Assalomu alaykum barchangizga. Ko'pchilik ayollar seksual ayol bu hammani jalb qila oladigan, erkak uyga kirganda ya'ni og'zi ochilib, uni go'zalligidan hayratlanadigan, figuralari normalniy, ya'ni umuman ideal ayol deb tushunishadi. Ya'ni ular ko'pincha tashqi ko'rinishiga e'tibor berib, o'zlarini seksualligini bu tashqi ko'rinishda deb o'ylashadi. Aslida seksual ayol bu o'zini his qilgan, xohishlarini bilgan, nima xohlayotganini bilgan, o'zini maqsadlarini bilgan, o'zini tanasida yashaydigan ayollar hisoblanadi. O'zini tanasini his qilmagan, o'zini xohishlarini bilmagan, faqatgina ideal ko'rinish uchun va erkaklarni hayratlantirish uchun tashqi ko'rinishiga va ideal bo'lishga intiladigan ayollar aslida travmasi bor ayollar hisoblanadi. Siz qachonlardir o'zingizni taningizni, o'zingizni hislaringizni bilganmisiz, his qilganmisiz?